Oybek, yangi apparatimiz qanday pishiryapti endi, xudo xolasa? Yangi apparatimiz mushni chiqaryapti. Go'shtlar ham уже Tayyor tayyor bo'lib ketdi. Kutilgandan ham erta kunda pishirib qo'ydi. Go'shtlar tayyor, mana gradusimiz 70-80 ushlab turibdi. Bunda ham xuddi shunaqa 70-80 gradus ushlab turibdi. Apparat xullas sinovdan o'tdi bu ham. Juda ham ajoyib, mukammal. Ham mobilniy. Xohlagan joyingizga olib ketaverasiz. Qarang. Mana shu cho'qni ushlab turibdi 70-80. Izolatsionniy o'txona. Chotki. Go'shtlarimiz zo'r pishyapti, ko'z tegmasin. Ali Usman kafesiga kelaverasizlar. Ko'za sho'rvamiz qana bo'lyapti, Oybek? Ko'za sho'rvalar ham qaynab yotibdi. Chotkimi ko'za sho'rva ham? O'rtoqlar, ko'za sho'rvani ham bir ko'ringlar. Vah, buni qaynashini qarang. Oling, eplab. Qani nimasi sochichasiz? Buni o'rik o'tin yonishini qarang, qizig'i bor-ku, ko'za sho'rvada ham. 58 ta ko'za sig'adi mana shu apparatimizga. Bu ham ko'za sho'rvani smoker varianti bu ham. Gap yo'q lekin. Graduslar bilan bu ham. Sho'rvani qaynashini qarang, sho'rvani. Voy. O'rtoqlar, Ali Usman kafesida faqat noodatiy ovqatlar, noodatiy pishirish usulida. Mana bu mangalimizda baliqlarimiz pishyapti. Kelaverasizlar. Hammalarni kutamiz. Sog' bo'linglar.